Stress vaqtida nafasim yetmayapti, chuqur nafas ololmayapman deb his qilganmisiz? Aslida bu organizmning tabiiy himoya mexanizmi. Tasavvur o'rmonda bir kiyik yirtqichni ko'rib qoldi. Uning organizmi bir necha soniya ichida omon qolish rejimiga o'tadi. Bu paytda tana uzoq va chuqur nafas olish bilan shug'ullanolmaydi. Aksincha, nafas tezlashadi va sayozlashadi. Yurak tez-tez ura boshlaydi, mushaklarga ko'proq qon yuboriladi. Organizmning asosiy maqsadi bitta: qochish va omon qolish. Inson organizmi ham xuddi shunday ishlaydi, faqat bugun bizni ko'pincha yirtqich emas, balki ishdagi muammolar, ichida yig'ilgan his-tuyg'ular, xavotir va surunkali stress uyg'otadi, qo'rqitadi. Miya esa haqiqiy xavf bilan hissiy xavfni har doim ham ajrata olmaydi va tanani yana omon qolish rejimiga o'tkazadi. Shuning uchun siz ko'kragingizda siqilish, tomoqda tugun yoki havo yetishmasligi hissini sezishingiz mumkin. Ko'pincha bu xavfli emas, balki asab tizimining haddan tashqari zo'rqqanidan dalolat beradi. Nega chuqur nafas yordam beradi ushbu vaziyatda? Chunki sekin va chuqur nafas olish organizmga yangi signal yuboradi. Xavf tugadi, endi qochishning hojati yo'q degan. Natijada yurak urishi sekinlashadi, mushaklar bo'shasha boshlaydi, stress gormonlari kamayadi, asab tizimi xavfsizlik hissiga qaytadi. Psixosomatikada nafas bu tana va miyaga men xavfsizdaman degan eng oddiy va eng kuchli signallardan biri hisoblanadi. Ba'zan bir necha daqiqalik ongli chuqur nafas olishning o'zi ham organizmni omon qolish rejimiga o'tishga va unga yordam berishga sharoit yaratadi.